Mana Qorbobo kelyapti. Mana. Assalomu alaykum qadrdonlar. Qor Cityga kelgan edik. Qor City vaqtincha yopilibdi. Qor ko'chish ehtimoli bor deyishgan uchun Qor City yopiq ekan. Ko'ryapsizlar, havo issiqligi qorlar ham eriyapti. Lekin Perivalda shunaqa joyni topib oldik, endi bolajonlarda olib kelgan edik. Armonim qolmasin deb mana yosh kattalarim yurishibdi qorda. Xullas shunaqa gaplar. Qor City ishlagani yo'q ekan. Mabodo yaxshi niyat qilib kelaman deganlarga Qor City berk ekan. Dadangdan tanib qoldim. Syomka bormi? Salom alaykum. Biz hozir Qorsaroyga kelganmiz, o'rtoqlar. Primo efirda mana. Oltariqli akalar. Hamma oltariqli akalashyapti. Dadamdan tanibdi, dadamni ko'rsatib qo'ying. Assalomu. Qorsaroyga kelinglar, hammaga tavsiya qilamiz. Vodiyliklashyapti, Toshkentliklashyapti, bitta sira qoldinglar kelmagan. Kelinglar. Qo'y. Voy aka, unaqa qilmang, ey. Tashlamang, ey. O'tiray, nima kerak bor, ey. Astagfirullah, ey, balandlikni qarang, ey. Tashamay turing, video tugaversin, keyin tashlaysiz. Mashinamizda to'siqni yorib o'tdi. Ro'lbakam, menimcha ko'r haydayapti. O'ngga! Shunaqa ham yo'l qiladimi? Ay! Sen trotuarda ketyapsan, chap tomonga bor. Kecha biz ham balon uchdik. Balon uchganda juda ham ehtiyot bo'linglar, do'stlar. Balon biznesini yo'lga qo'ygan odamlar tartib, intizomni yaxshi yo'lga qo'ymagan. Xavfsizlikka yaxshi rioya qilinmayapti. Balon xo'jayinlari faqat pastda turibdi, pulni sanab, balonlarni ijaraga berib, tepa qismida odamlar o'z bilganlaricha betartib tushyapti. Shu sababli pastda odamlar to'qnashib katta-kichik jarohatlar olishyapti. O'z ko'z oldimda 2 odam jarohatlandi. Biri burnidan lat yedi, ikkinchisi esa boshidan qattiq zarba oldi. Xulosa shuki, balon uchishni yo'lga qo'ygan shaxslar tepada ham turishib, tartib intizomni saqlab, odamlarni 10-15 soniya tafovuti bilan uchirsa, maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Qor City vaqtinchalik bekor ekan, favqulodda vaziyatlar yopib qo'yibdi. Bugungi odamlarimizni rezaklentga olib chiqdik. O'sha boshidan mana oxirigacha kelar ekan balon. Ancha masofasi uzun ekan, yaxlama tez uchyapti. Qor keragidan ortiq bor, erib ketdi deganlarga ana istoralar ko'rib kuzatib tursalaring qo'yapmiz. Atmosfera ham chiroyli, tepa ekan batta. Endi nima yerda qurilishlar bo'layapti ekan, bitib qolay debdi. Blogerlar qo'ygan uychalar, deraveryanli. Bemalol o'qib chiqaverasizlar. Mashinalarimiz komfort mashinalar hammasi. Mashinamizda to'siqni yorib o'tdi. Ro'lbakam, menimcha ko'r haydayapti. O'ngga! Shunaqa ham yo'l qiladimi? Ay! Sen trotuarda ketyapsan, chap tomonga bor. Yetishdi, qaranglar, maytdan tushiryapti. Allah tushiryapti. Qarab turinglar, Allah. Opa, ya. Sirpanchi uchishi bunaqa yengicha yo'li. Yengicha sirpanchi uchish. Ketdi! Ketdi!
mana Chimyonga kelib joylashib oldik. Bir chekkaga. Palatkalarni qo'yib olib, bu yoqda bolalar shashlik siqlashyapti. Bu yoqda endi qo'ralarni sekin yoqyapmiz. Xudo xolisa. Sharoitlar zo'r. Atmosfera ham vaqti zo'r bo'lyapti. Qor City'lar ishlamayapti, odamlar sarson. Qor ko'ryapti, tarmashib toqqa chiqyapti. Karantin bo'lganda hamma narsa to'xtayapti. Tepada kanatmi nima bu, bular ham to'xtayapti. Hammaga assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar? Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin, bugungi kunlar barakotli bo'lsin. Biz ordiq qilib shogirdlar bilan Qor City'ga chiqdik. Qor City bekitib tashlashdi ikkalasini. Ular ochiladimi yo'qmi noma'lum ekan bu yil sezonda. Qor ko'chish xavfi e'lon qilinib, hali trosdan tushib ketgan qizni ishi bo'yicha tekshiruv bo'lyapti ekan. Ochilishi noma'lum ekan. Biz ham ovora bo'lib kelyapmiz. Sizlar ham kelishda shoshilmanglar, ochilishi noma'lum ekan. Bilib turib keyin kelinglar. Mashinamizda to'siqni yorib o'tdi. Biroz akam, menimcha ko'l haydayapti. O'nga! Shunaqa ham yo'l qiladimi? Ay! Sen trotuarda ketyapsan, chap tomonga bor. Hurmatli ma'ni kuzatuvchilarimiz, Qor City'ga ham kelib oldik, lekin biz Qor City'ga keldik, Qor City emas, Loy City ekan. Mana hamma yoq loy. Kelaverasizlar agar loy ko'rmaganlar bemalol kelinglar, lekin qor ko'rgani kelmanglar. Faqat loy ko'rgani kelsalar ham bo'ladi. Mana ahvol. Ne diyor? Odamni qaranglar ko'pligini. Mana. Iloji bo'lsa hamma ishga chiqqandan keyin kelsalar ham undan ham yaxshi ekan. Obязательно menga o'xshab ugida kelinglar. Bo'lmasa ahvollaring shu. Ehtiyot bo'lib tushinglar, o'zidan ketib qoldi, avariya bo'lib ketdi. Basharasiga oyog'i bilan